ئىنسانلارنىڭ بىلىش جەھەتتىكى دەرىجىسى. ئاپتورى مۇھەممەد يۈسۈپ. قەدىمدە bir ئۆلىما مۇنداق degan ekan. İnsanlar tövəndikidək 4 türlük boludu. Birincisi, biladigan və özünün biladiganlığını biladigan adam bolup, o alimdir. Bundaq kişiden ögünіңla. İkincisi, biladigan, amma özünün biladiganlığını bilmeydigan adam bolup, o untugaqdır. Bundaq kişinin esiga selip qoyuңlar. Üçüncüsü, bilmeydigan, özünün bilmeydiganlığını biladigan adam bolup, o ilim talab qılğıcıdır. Onunğa ögütüp qoyuңlar. Dördüncüsü, bilmeydigan və özünün bilmeydiganlığını bilmeydigan adam bolup, o ahmaqdır. Onundan yirak turuңlar. Biz oylaymiz ki, bir insan yuqorqi 4 xil adamның rolunu alalaydı. Məsələn, biz bəzida alimlarga xas xislat bilan işlarni to'g'ri muhokama qilalaymiz və to'g'ri ish qilalaymiz. Bəzida o'quvchilarga xos kamtarlik bilan bilmaganni o'rganishga tirishimiz. Bəzida ahmoqlarcha o'zimizni bilolmay qolamiz. Bəzida yana burun bilganlarimizni unutib qolganligimizni bilmay qolamiz. Ishning eng chataq yeri shuki, hech kim o'zining ahmoqlarcha ish qilib qo'yganligini e'tirof qilmaydi. O'zini tanqidlashni xohlamaydi. Ko'p sonliq kishilar o'zini har tarafdan mukammal deb qaraydi. O'zini boshqalardan afzal sanaydi. Buni kundalik turmushimizdami ko'gili bo'ladi. Masalan, amdila balog'at yoshiga yetgan o'g'lingiz o'zini sizdan afzal chaqlaydi. Sizdan ortiq narsalarni biladiganligini ko'z-ko'z qiladi. Hatto avtomobil haydashni sizdan o'rganib bo'libla. Men dadamdan yaxshi haydayman deydi. Ba'zi balalar sizga, dada, sening kallang o'tmishga oid. Biz bo'lsak, zamonga loyiq tafakkur qilamiz, deydi. Bu bir reallik. Amerikaning Cornell universitetidagi David Denig va Justin Kroger ikkisi mustaqil ilib borgan tadqiqot natijasida mundaq yakunga erishgan. Birinchi, insonlarning hammasi o'zi bilaman deb e'tirof qilgan narsalardan intayin oz qismini biladi. Ikkinchi, insonlarning to'lisi ko'p narsalarni bilishga hojat yo'q deb qaraydi. Uchinchisi, universitet o'quvchilari bilan elib berilgan suhbatlarda shu aniqlandiki, ularning ko'p sonliqi o'zi haqida ko'p narsa bilmaydiganligini bilmaydi ekan. To'rtinchi, ularning to'lisi o'zimizga yetarlik narsalarni bilamiz deb shuningdan rozi ekan. Yuqorqi ikki tadqiqotchi mundaq deydi. O'zining bilim izdishini yuqorqidek mag'rurlik asosiga qurgan odam xuddi o'rmonlikning ichida ko'rsatib berilgan bo'yicha yo'l mengib, men yo'lni obdan bilaman deb o'ylab qolgan odamga o'xshaydi. Halbuki u amaliyotda o'zi mengayotgan yo'ldan boshqasini bilmaydi. O'rmonlikning poyonsiz ekanligini texmi bilmaydi. Arablarda mundaq bir maqol tamsil bor. Allah rizqni taqsim qilganda hech kim o'z nisivisiga rozi bo'lmabdi. Ammo aqlni taqsim qilganda har bir inson o'z aqliga rozi bo'pti. Buning ma'nosi shuki, inson mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, hargiz qanoat qilmaydi. Kambag'al boy bo'lsam kan deydi, boy texmi boy bo'lsam deydi.
Demək, hər kim özünün iqtisadi əhvalını yuqur көтірішni xalaydı. Әмма aql мәселесіге kelganda əməliyyat başqacha болады. Chunki hech kim o'zining aqlining kam yoki yetarsiz ekanligini e'tirof qilmaydi. Shunga aqlini taraqqiy qildirishga tirishmaydi. Hatto iqtisodini yuksaltirishga tirishqanchilikmi tirishmaydi. Rizq masalasida qanoatsizlik qiladi-yu, aql masalasida o'z aqliga tamoman qoyildir. Har bir inson ishlarni o'z aqli bo'yicha bir taraf qiladi. Boshqalarga hukm qilishda o'z aqliga tayanadi. Bu hukmda o'zining xatolashib qolganligini o'ylabmi qo'ymaydi. O'zi chiqargan bu hukmga zid keladigan biror hukmning bor bo'lishini e'tirof qilg'isi kelmaydi. U o'zini eng aqlli sanaydi. Mana bu reallik. Şunu deymizki, aqlliq va hikmatlik odam o'zining kamchiligini bilgan, xato tafakkur qilishdan xoli emasligini va har vaqt sog'lom tafakkur qilolmaydiganligini e'tirof qilgan odamdir. To'g'ri tafakkurning ofatlari. İnsanlarni to'g'ri tafakkur qilishdan va ishlarga tarafsizlik bilan muomala qilishdan to'sib qo'ydigan ofatlarning beshida ishlarni oldin hukm qilib olish, mutaassiblik qilish, qarshi tarafni yengish qo'ydi bo'lish, ko'plikni yoki cho'nglarni misol qilib turib olish qatorliqlar keladi. Ishlarga oldin hukm qilib olish fikirdagi qatmanliq bo'lib, ba'zi insonlar o'zi bilgan va o'zi e'tiqod qilgan narsaning xato bo'lishi bilan hisoblashmayla, uningda ching turib oladi. Biror kishi yoki biror masala to'g'riliq burun bilmasda qandoq hukm qilib olgan bo'lsa, o'z fikrining xato ekanligiga minglab dalillar keltirilgan taqdirdami, u o'z fikrida ching turib oladi. Haqiqatni, reallikni qabul qilishni xohlamaydi. Mutaassiblik to'g'ri va sog'lom tafakkur qilishning eng cho'ng dushmani bo'lib, ba'zi kishilar qarshi tarafning haqli ekanligini bilsimi, o'zining fikrida yoki o'zi mansub bo'lgan jamoat yoki to'pqa mutaassiblik qilib, haqiqatni, haq so'zni qabul qilishni xohlamaydi. Haqiqatni o'ttirg'i chiqarish emas, faqatla qarshi tarafni yengish va o'zining fikri xato bo'lsa-mu, uni kuchga ega qilish uchun urinish odamni to'g'ri tafakkur qilishdan va haqqoniy ish qilishdan to'sib qo'ydigan eng cho'ng ofatdir. Munozirlashganda qarshi tarafni yengishga ko'zi yetmasa, ko'plikni misol qilib turib olish ba'zi insonlarda har zamon sodir bo'lib turadi. Ular ishching yerga kelganda, siz hamma kishidan bak bilamsiz, nurg'un odam bu ishni shundoq deydi-ku deganga o'xshash gaplarni qilib, o'zini haqli qilib ko'rsatishga va o'z fikrining sog'lom ekanligini dalillashga tirishadi. Bu to'g'ri va sog'lom tafakkur qilishdan to'sib qo'ydigan qiliqdir. Ba'zi kishilar munozirda yengilsa yoki o'zining qarshini haqli qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa, burunqilarni dalil qilib turib oladi. Masalan, siz imom azamdimi bakrak bilamsiz deganga o'xshash. Alloh taolo Qur'oni Karimda har bir bilimlikning ustida uningdimi bilimlik biri bor degan. Dunyoga keyin kelgan bo'lsa-mu, burunqilarning ilmini to'liqlagan, ularning ba'zi qarashlarini tuzatgan va mazhablarini isloh qilgan olimlar oz emas. Burunqilarning ijtihodlarini Qur'on va hadisga o'xshash muqaddas qilib olish, sog'lom tafakkur qilishning yo'lini to'sadigan ofatdir. Tugadi. 2020 yılı
26 fevral.